Assalomu alaykum. Hammalarga uzoq yaqindan kelgan futbolchilar va muxlislar, avvalambor minbor uzr va balanga chiqibman. Mana shu kirib kelayotgan 2026-yil barchalarga chiroyli yaxshi niyatlar tilab qolaman. Avvalambor mana shu 2025-yilda nimaki yaxshilik yomonlik bo'lgan bo'lsa, bizni iminni mana shu GFL, ya'ni Gulbog'or futbol ligasi tomonidan kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, hammanglar rozi bo'lasizlar degan umiddaman. Xo'p, sovudimay mana shu yerga tashrif buyurib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Boksingda kubogi ishtirokchilaridan boshlaymiz. Chempionatda yakunlagan 3-o'rin, 2-o'rin va 1-o'rinlarni taqdirlaymiz va undan keyin Superliga jamoalarini taqdirlaymiz. 3-o'rin nominatsiyalari, ya'ni 3-o'rin sohiblari paxta jamoasini davraga taklif qilamiz. Marhamat. Paxta jamoasini hammalar bilasizlar, har yili juda ham mana shu boksingda kubogida juda ham yaxshi ishtirok etishadi. Bu yilgi o'rinlari 3-o'rin ekan. Avvalambor rozi bo'lasizlar, kamchiliklar bo'lsa uzr. Sizlarga mana shu o'zimma hadiyam shu 1 million taqdirlayman. Tabriklayman. Rahmat. Marhamat, rasmga tushib olamiz. You will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. Rahmat, salomat bo'linglar, kattakon. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, navbat 2-o'rin sohiblari. Ya'ni har bir chempionatimda, ya'ni GFL chempionatida intizomli qatnashadigan jamoa bu Fayzabad jamoasini davraga taklif qilamiz. Marhamat, Fayzabad. Fayzabad deydi. I got a switch in my head. I go from living to dead. You got me seeing all red. Now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said. I'll make you have some regrets. And no, I never forget. So now you have a Fayzabad jamoasini 2-o'rin olganlar bilan chiroyli tabriklaymiz. Mana Fayzabad jamoasiga 2 million so'm hadiya. Rahmat. Rahmat bolalar, rozi bo'linglar mehnatingizga. Kubogini finalchisi, ya'ni 1-o'rin sohiblari Yangiyo'l jamoasini davraga taklif qilamiz. Marhamat, qarsaklar ostida Yangiyo'l jamoasi. No, I never forget. So now you have a few days. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of death and fear. Oh, no limit, I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic if you want a taste. Come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. Yangiyo'l jamoasi boksingda kubogida o'zingizlar ko'rdinglar, guvoh bo'ldinglar. Kecha chiroyli o'yin o'tkazdik. O'yinimiz shaffof, ya'ni halol darajada o'tdi. Bu Yangiyo'l jamoasini tabriklayman 1-o'rin olgan bilan va ularga o'zimni shaxsiy hadiyam 3 million so'm hadiya topshiraman. Marhamat.
Rahmat bolalar, kattakon. Gulbog'on futbol ligasi Boksingdagi kubogi 4-mavsumning eng yaxshi o'yinchisi $50 sohibi Karimov Bilol Fayzabod. Marhamat, muomala. Eng yaxshi darvozaboni nominatsiyasini Yangiyo'l jamoasi Xalikov Avazjon. Marhamat. Ana endi Boksingdagi kubogini taqdirlash marosimini yakunlab oldik. Ana endi sizlar bilan Superliga 6-mavsum ishtirokchilarini birinma-ketin davraga taklif qilamiz. 3-o'rin sohiblari yana o'sha Fayzabod jamoasini davraga taklif qilamiz. Marhamat. Superliganing 2-o'rin sohiblari Arsenal jamoasini davraga taklif qilamiz. Qarshilar ostida. Navbat Superligamizning ana endi navbat Superligamizning birinchi o'rinlari, ya'ni Qovunchi jamoasini davraga taklif qilamiz. Faqat qarshilar ostida. Marhamat, bo'ldi. Hurmat qilamiz.
yaxshi jamoa sardori nominatsiyasi bor edi. Eng yaxshi jamoa sardori bu markaz jamoasidan Jasurbek, marhamat, bormi? Superliganing chiroyli gol sohibi, eng chiroyli gol sohibi Qovunchi jamoasidan Abdusattorov Humoyun bormi? Marhamat. Birinchi o'rin sohiblariga o'zimning shaxsiy sovg'am bor edi. Agar ruxsat bersanglar, birinchi o'rin sohiblariga mana shunaqa chiroyli qovunchi degan forma tiktirdim. Marhamat, komanda kapitani kesinlar. Superliganing to'plarini hamma yaxshi biladi. 35 ta gol bilan Gulbahor futbol ligasining Superligasining 6-mavsum eng yaxshi to'plari Qovunchi jamoasidan Damonov Davron bormi? Damonov Davron qarshilar ostida. Marhamat, mehnatingizga rozi bo'ldim. Superliganing eng yaxshi himoyachisi. Qizig'i hammaga. Eng yaxshi himoyachi nominatsiyasiga Toshdemirov Nurdavlat. Superligasi 6-mavsum eng yaxshi o'yinchisi. Bu oltin to'p sohibi egasi ko'rinmayapti. Bugun kelmaganlar menimcha. Markaz jamoasidan Abdurahimov Farhod. Lekin to'g'risini aytsam, Superligada men haqiqiy eng yaxshi darvozabon, hammalar hurmat qilaman, ko'rmadim. 6-mavsum chempionatida Superliga jamoasida, Superliga ishtirokida men eng yaxshi darvozabon ko'rmadim. Shun men xafa bo'lmaysizlar. Lekin shunga qaramay men o'zim analizlarim bo'yicha ko'rib chiqdim. Ya'ni eng yaxshi darvozabon nominatsiyasini Usarov Sardor Qovunchi. Marhamat. Bu darvozabonga ko'p tanbeh berdim. Bu darvozabon o'zini juda ham yaxshilasizlar. Agar yolg'on bo'lsa, Rasul yolg'on deysizlar. Bu
darvozaga turishga va zritillarni kuldirishga harakat qiladi o'yin davomida. Lekin bu futbol qonun qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Unda u sirk bo'lib qoladi. Shuning uchun men bunga ko'p tushuntirdim. Bunaqa qilma. Boshqa yaxshi darvozabon bo'ladigan bo'lsang, bunaqa zritillar uchun emas, ya'ni o'zing uchun, jamoa uchun o'ynagin deb ko'p bir tanbeh berdim. Ozgina gaplashdik. Nu, va'da berdi, Xudo xolasa dedi. Bundan keyin jamoa uchun harakat qilaman dedi. Rahmat, salomat bo'lgin. Xo'p, rahmat. Xo'p. Va boksingda birinchi o'rin sohibi jamoa sardori marhamat Elyor. Liga haqida o'zlarining shaxsiy fikrlarini eshitamiz va undan keyin kubok topshiramiz. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum hammaga. Kirkayotgan bayraminglar bilan tabriklayman. Chempionlarga, birinchi, ikkinchi o'rinlarga, uchinchi o'rinlarga. Xo'p, Superligaga keladigan bo'lsa, mavsum har doimgidek ajoyib o'tadi, chiroyli o'tadi. Rahmat hammaga. Qo'ldan kelgancha o'ynadik. Jamoalar bilan qarshi o'ynadik. Sammanga bordik. Xafa bo'lmanglar, rozi bo'linglar yaxshi yomon gaplarga. Keyingi o'yinlarda hammanglarga omad, Superligani ham intizorlik bilan kutamiz. Boksinglarni ham kutamiz. Har yili uzluksiz o'tadigan o'yinlarga. Hammanglarga rahmat. Assalomu alaykum. Yangi yillar bilan, bayramlar bilan. Rasul, mana shunaqa o'yinlardan ko'pini ko'raman. Nima deymiz? Eng yaxshi turnirda men Rasuldan boshqa hech qaysi joyda ko'rmadim. Rasul aka, omad. Avvalambor assalomu alaykum. Rasul aka, shunaqa chempionatlar ko'p bo'laversin, Xudo xolasa. Keyingi chempionatlarda ham Fayzobodga omad. Har doim shu bitta bir qoldi. Xudo xolasa bir olsak, yo'g'iga bosamiz. Sizga ham rahmat. Zo'r bo'ldi chempionat. Avvalambor assalomu alaykum. Hamma muxlislarga, boshqalarga 2026-yil hammaga yutuqli, chiroyli kelishni tilab qolaman. Hammanglar birinchi o'rin olishini tilab qolaman. Boksingdagi keladigan bo'lsa, boksingda to'g'risi aytaman, qisqa muddatda bo'lgan bo'lsa ham bir juda chiroyli bir shaffoflikda o'tdi deb o'ylayman. Xudo xolasa, keyingi boksingdagi ham, kuboklarda ham, Superligalarda ham, birinchi ligada ham hamma jamoalarga omad tilab qolaman. Birinchi o'rinni olishni hammaga tilab qolaman. Tashkilotchilarga ham rahmat. Bundan keyingi faoliyatingga ham Rasul omad. Bundan ham chiroyli o'yinlar qilib, chiroyli musobaqalar qilib o'tkazishligini tilab qolaman. Rahmat. Rahmat bolalar, marhamat. Joylarni egallab olsanglar, o'zim Посвящаю я тебе эту песню, дорогой. С днем рождения тебя, счастья, долгой жизни вам. Дай Аллах твоей душе все, что мог ты пожелать. Дай Аллах твоей душе все, что мог ты пожелать. Чтоб дороги и мечты, жизнь как краски радуги. Знаю, парень, ты лихой, добрый, верный и крутой. Брат ты мой, дорогой ты мой. Ай, Руслан, золотой ты мой. Дой курьер, песня полети. Песни этой душу заводи. Всей душой любим мы тебя. И красавицу твою, зеленоглазую. Ты подними, на Кавказе много их. Ты станцуешь нам жиги, дай лезгинку эса. Ай да парень ты, Руслан, как красив ты, молодец. Песни заводи, это вечер памяти. Посвящаю я тебе, добрый человек. Путеводная звезда освещала жизнь твою. Брат ты мой, дорогой ты мой. Ай, Руслан, золотой ты мой. Дой курьер, песня полети.
песни этой душу заводи. Всей душой любим мы тебя и красавицу твою зеленоглазую. وخيار جرنسا داخل خل دقيقنا حيوز دشوه سميح إما بركت لي خريح واخر إرسي خل دعا حمنا نندي كبير بيغ بس يدوي كريور زيارة تشتسي لحير ومه يزاحيونا حيداي بيقنا خزيور يقل دو حهر دي فحم سرادي كبير داخر حا يقد لشيسا زيادة خيلنا ملغة نفسا يشوشي بيزتي لقناش ديلا ديش يمرحا وهرحا يزر شرش